Dasturimiz davom etadi. Huquqni muhofaza qilish akademiyasida Yaponiyaning xalqaro hamkorlik agentligi bilan hamkorlikda amalga oshirib kelinayotgan yo'l harakati xavfsizligi qo'shma loyihasining dastlabki bosqichi natijalari taqdimoti bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan pilot loyiha uchun Toshkent shahrining Yunusobod tumani hamda Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahri tanlab olindi. Jarayonda yaponiyalik ekspertlar mamlakatimizdagi yo'l transport hodisalari bilan bog'liq tegishli tashkilotlar bilan birgalikda mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish orqali yo'l transport hodisalari o'choqlarini o'rganib chiqishdi. Afzallik jihati loyihaga keng jamoatchilik jalb qilindi. Nima uchun aynan bu hududlar? Avvalambor aholi sonidan kelib chiqilgan, ushbu hududlarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari ko'pligi sababli tanlangan. Maxsus Telegram bot yaratildi. Telegram botga aynan fuqarolarimiz o'sha yo'l transport hodisalari sodir bo'lganda, ularni ko'rganda tegishli organlarga xabar berishga maxsus veb-sayt yaratildi. Telegram botga 200 dan ortiq murojaatlar kelib tushdi. 2 oy davomida GIS xaritasi tuzildi. Ya'ni GIS xarita aynan avariya o'choqlari qaysi hududda nima sababdan yuzaga kelyapti. U svetoforning yo'qligimi yoki yo'l belgilarining chizilmaganligimi yoki boshqa holatdami, shu kabi ma'lumotlarni Yaponiyaning ilmiy tajribasiga asoslangan holda o'rganildi. GIS xaritaga barcha shu nuqtalar qo'yib chiqildi. Natijadan so'ng ushbu pilot loyihani mamlakatimizning barcha hududlarida amalga oshiriladi. Bu pilot loyiha ma'lumotlar tahlili orqali yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash natijasida turli noxush holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. Loyihaning dastlabki bosqichidayoq amaliy ahamiyatga ega bo'lgan natijalarga erishildi. Jumladan Toshkent shahri Yunusobod tumani 272-maktab oldidagi yo'l belgilarini yangilash, avtomashinalar maktab oldida to'xtab turishini hamda avariya holatini oldini olish maqsadida maxsus kauchuk ustunlari hamda tezlikni chegaralovchi yo'l qoplamasi o'rnatish lozim deb topildi. Yangiyo'l shahri bozori oldida esa aholi hamda transport vositalari harakatlanishi uchun qulayliklar yaratish maqsadida yo'l belgilarini yangilash, tezlikni chegaralovchi maxsus yo'l qoplamasi o'rnatish hamda kerakli rejalashtirilgan.